Sulaymon alayhissalom dunyoga hukmron bo'lgan 4 ta buyuk hukmdorlardan biri bo'lishidan tashqari, unga payg'ambarlik ham berilgan. Uning qiziqarli hayoti va mo'jizalarini eshitganingizda hayratda qolasiz. U jinlarni boshqarib, ularni o'z amri ostida ishlashga majbur qila olardi. U hayvonlarning tilini tushunib, ular bilan gaplasha olganidek, shamollar ham unga bo'ysunardi. Uning boyligi va xazinasi dunyoda misli ko'rilmagan edi. Bugungi kunda ham shu qadar ko'p odamlar uning xazinasini yillar davomida qidirmoqdalar. Sulaymon alayhissalomning hayotini tinglashga tayyor turing. Ko'z oldingizda bir narsani tasavvur qiling. Siz xarid qilish uchun uyingizdan ko'chaga chiqdingiz. Lekin biz ko'chada ko'rgan odamlarda qo'rqinchli o'zgarish bor. Yo'llarda katta notinchlik, odamlarning yuzlari o'zgargan. Bir tomondan ular tinmay kulishmoqda, baqirishmoqda va odamlarga hujum qilishmoqda. Siz deyarli yevropaliklar tomonidan zombi deya ataluvchi film sahnasidasiz. Agar siz bunday narsa faqat filmlarda bo'ladi deb o'ylasangiz, adashgan bo'lasiz. Chunki bu ming yillar oldin sodir bo'lgan voqea. Bu yerda odamlarga nima bo'lgan, eshitmoqchi bo'lgan narsangiz biroz dahshatli tuyulishi mumkin. Jinlar olamining aholisi bizning o'lchamimizdan o'ta oladigan odamlarga hujum qilishdi. Siz noto'g'ri eshitmadingiz. Odamlarga kirgan jinlar mamlakatda katta tartibsizliklarni boshladi. Insoniyat tarixidagi eng qiziqarli voqealardan biri bo'lgan bu voqea Sulaymon alayhissalom davrida sodir bo'lgan, lekin uning hayoti davomida guvohi bo'lgan voqealar siz hozir eshitgan narsalaringizga nisbatan hech narsa emas. Agar xohlasangiz, Sulaymon alayhissalom hayotining birinchi davridan boshlab oldinga intilaylik. Taxminan 3000 yil oldin, miloddan avvalgi 970-yilda G'azoda bir chaqaloq tug'ildi. Yoshligidan yurtiga bosh bo'lib, dunyoni boshqargan tarixning 4 ta buyuk hukmdorlaridan biri bo'lishini hali hech kim bilmas edi. Albatta, biz yoshlik chog'imizda hukmronlik qilmaydigan va ega bo'lmaydigan boylikni tasavvur qiling. Albatta, Qodir Alloh azza va jalla unga payg'ambarlik bergan. Sulaymon alayhissalom hanuz u 12 yoshida ham boshqa bolalardan ajralib turardi. O'sha paytda davlat boshida turgan Davud alayhissalomning o'g'li bo'lgan Hazrati Sulaymon alayhissalom. Lekin u Davud alayhissalomning yagona o'g'li emas edi. Sulaymon alayhissalomning yana 18 ta akasi bor edi. Xo'sh, qanday qilib Davud alayhissalom vafotidan keyin hukmronlik Hazrati Sulaymon alayhissalomga o'tdi? Nima bo'ldiki, otasi uni 19 ta o'g'li orasidan tanlab oldi? Davud alayhissalom u zotni Sulaymon alayhissalomni barcha o'g'illari orasidan tanlashga qaror qildi. Chunki boyligi ko'p, sezgisi kuchli va qalbi vujudi bilan Parvardigorga ixlos qo'ygan edi. Ammo o'sha davrdagi Isroilliklar bunga qarshi chiqdilar. Chunki Sulaymon alayhissalom endigina 12 yoshda edi. Aka-ukalari orasida kattalar va kuchlilar ko'p edi. Ammo Davud alayhissalom to'g'ri qaror qilganiga ishondi. Shuning uchun Isroilliklar bu qarordan mamnun bo'lishlari uchun o'g'illari orasida ommaviy sinov o'tkazdi. O'g'illariga savol berdilar. To'g'riligi boshqa qismlarning to'g'riligiga, buzuqligi boshqa qismlarning buzilishiga olib keladi. Har kim o'z javobini berdi, lekin ularning bitta javobi Isroilliklarga yoqdi. Hazrati Sulaymon alayhissalom bu savolga yurakdir sifatida javob berdilar va bu hammaning ko'z o'ngida edi. Ammo yana bir sinov bor edi. Davud alayhissalom hamma o'g'illarining asollariga o'z ismini yozib, xonaga qamab qo'ydilar. Biroz vaqt o'tgach, ular xonani ochganlarida faqat Sulaymon alayhissalomning asollari yashab, barglari qolgandi. Bu vaziyatdan keyin Sulaymon alayhissalom hamma tomonidan qabul qilinadi va sultonlikka birinchi qadamni tashlaydilar. Otasi Davud alayhissalomning vafoti yaqinlashib qolgan edi.
Davud alayhissalom o'limidan oldin o'g'li Sulaymon alayhissalomning qarshisiga o'tirib, unga muhim maslahatlar berdilar. Odamlardan hech qachon hech narsa kutmang. Bu esa haqiqiy boylik. Alloh sizga bermagan, boshqalarga bergan ne'matlarga ko'z tikish faqirlikning belgisidir. Siz yashayotgan kun tundan yaxshiroq bo'lishi uchun harakat qiling. Kechirim so'rashni talab qiladigan harakatlar va so'zlardan uzoqroq turing. Jahlingiz chiqqanida turgan joyingizdan uzoqlashing. Oradan ko'p o'tmay Davud alayhissalom uyining o'rtasida Azroil alayhissalomga duch keldi. Uning hukmronligi 40 yil davom etdi. U Quddusni zabt etdi va u yer o'z davlatining poytaxtiga aylandi. U Isroilliklarning gullagan davrida yashagan. Endi navbat Sulaymon alayhissalomga keldi. U ham boshqa payg'ambarlar singari o'z yurtini adolatga rioya qilgan holda boshqarar edi. Mana shunday davr keldiki, tarixda eng ko'p mo'jizalar ko'rsatgan payg'ambar sifatida kelgan Sulaymon alayhissalom uchun ajoyib va sirli voqealar sodir bo'la boshlaydi. Videoni oxirigacha ko'ring, eshitganlaringizdan hayratda qolasiz. Hazrati Davud alayhissalomning qo'lida jannatdan keltirilgan juda muhim bir narsa bor edi. Buni esa o'limidan oldin o'g'li Sulaymon alayhissalomga omonat qilib qoldirdilar. Bu bir uzuk. Bu uzuk jannatda bo'lganida u birinchi inson bo'lmish Odam alayhissalomga hadya qilingan. Bu haqda bugungi kungacha juda kam odam va faqat farishtalar biladigan, barcha eshiklarni ochadigan, unga ega bo'lgan odamga katta kuch-qudrat beradigan, unga ismi azam yozilgandi. Bu uzuk jannatda ekan, dunyoga Allohning izni bilan Jabroil alayhissalom tomonidan keltirildi. Uzuk endi Sulaymon alayhissalomga o'tgan edi. Bundan buyon u uzuk bilan jinlarga, hayvonlarga va shamollarga buyruq berishi mumkin edi. Albatta uzuk shunchaki vositachi bo'lgan. Asosiysi Alloh azza va jallaning izni va irodasi edi. Lekin qodir Alloh bitta bo'l deyishi bilan hamma narsa bo'lishi mumkin bo'lgani kabi, bu voqeada u hikmat bergan qudrat uzugidan vosita sifatida foydalanilgan va Alloh buni Sulaymon alayhissalomga bergan. Ushbu uzukda juda qiziqarli voqealar mavjud bo'lib, ular bugungi kungacha saqlanib qolgan ajoyib rivoyatlarga ega. Men bu uzuk haqida boshqa bir alohida video ham tayyorlayapman. Sulaymon alayhissalom yashagan joyni biz Masjidul Aqso deb bilamiz. O'sha paytda u yerni Baytul Maqdis deb atashgan. Bugungi kunga qadar bir necha marta yondirilgan va vayron qilingan bu ibodatxona keyinchalik Masjidul Aqso nomini olgan. Lekin qiziq tomoni shundaki, 12 ta mahalladan iborat shahar qurilgan bu joyning qurilishida katta bir sir bor edi. Bu joy esa faqat odamlar tomonidan qurilgan emas. Siz noto'g'ri eshitmadingiz. Baytul Maqdis ziyoratgohining qurilishi Davud alayhissalom tirikligida boshlangan, lekin uning bunga umri yetmagan. O'limidan so'ng Sulaymon alayhissalom hukmronligida jinlarni yig'ib, bu yerning qurilishida foydalandilar. Shunday qilib, o'sha davrning hozirgi nomi bilan Masjidul Aqso deb atalgan ibodatxona qurilishi jinlarning ishni boshlashi bilan tezda yakunlandi. Qurilish paytida binolardan chiqadigan ovozlarni eshitmagan va qurilishi shiddat bilan ko'tarilishini ko'rgan odamlarni hayratda qoldirganligi haqidagi ma'lumotlar bugungi kungacha saqlanib qolgan. Jinlarning bugungi kunda ham qanday qurilganligi haligacha hal qilinmagan. Boshqa tuzilmalarda roli bormi? Yaqin kunlarda esa bu mavzuda gaplashmoqchiman. Sulaymon alayhissalom jinlarning yordami bilan tugatgan Baytul Maqdis ham va sirli ahd sandig'i ham bor edi. Lekin muqaddas Baytul Maqdis Sulaymon alayhissalom vafotidan bir muncha vaqt o'tgach, qirol Bortun Nosir, ya'ni Nebukadnezarning Quddusga kirishi va shaharni yoqib yiqishi ortidan vayron qilingan. Hazrati Sulaymon alayhissalom ham hukmdor, ham payg'ambar bo'lgan va Alloh taolo unga eng buyuk boyliklardan birini bergan. Uning shunday bir afsonaviy boyligi bor ediki, shu boyligi tufayli u haqidagi jannatga kiradigan oxirgi inson Sulaymon alayhissalom bo'lishi rivoyatlarda keltirilgan. Hatto ko'plab bahs-munozaralarga ham sabab bo'lgan. Ammo islom ulamolarining ijmosiga ko'ra,
Hazrati Sulaymon alayhissalomning jannatga kiradigan oxirgi payg'ambar ekanligi haqidagi bu to'g'ri emas. Lekin bu rivoyatning boshlanish nuqtasi ba'zi sahih hadislarga asoslanadi. Termiziy va Muslim rivoyat qilgan hadislarga ko'ra, qiyomat kuni boylar jannatga kambag'allardan 40 yil keyin kiradilar. Chunki boylar kambag'allardan ko'ra ko'proq savol-javob qilinadi. Ammo jannatga birinchi kirgan kishining keyinchalik kirgan kishidan daraja jihatdan hech qanday ustunligi bo'lmaydi. Yana bir bor eslaylikki, Sulaymon alayhissalom haqidagi jannatga oxirgi kiradi degan rivoyatlar aslo sahih emas. To'g'risini faqat Alloh bilguvchi deya davom etaylik. Uning shunday buyuk xazinaga ega bo'lishiga sabab bo'lgan narsalardan biri Allohning izni bilan jinlar edi. Jinlarni boshqarishga qodir bo'lgan va ularni o'z buyrug'i bilan ko'p vazifalarni yuklagan Sulaymon alayhissalom jinlarga yana bir vazifani berdi. Ular ummon tubiga sho'ng'ib marvaridlarni olib Sulaymon alayhissalomga olib kelishardi. Shunday qilib u boyligini boyitdi. Qadimgi manbalarda yozilganiga ko'ra, dunyodagi eng katta xazinalardan biriga ega tonnalab oltinni o'z ichiga olgan bu xazina bugungi kunda ham u dunyoning ko'p joylarida qidirilishda davom etmoqda. Shuningdek, Qur'onda jinlar Sulaymon payg'ambarning amri uchun harakat qilishlari aytilgan. Alloh taolo ularni Sulaymon alayhissalomning amriga berdi. Ulardan kim amrlarga rioya qilmasa, ularni alangali azob kutayotganligini bilishardi. Shuning uchun ular o'zlariga berilgan barcha buyruqlarni ixtiyoriy yoki xohlamagan holda bajarishlari kerak edi. Hatto Qur'oni Karimda jinlar muhtasham imoratlar qurgani, hovuzlar qurgani aytilgan. Sulaymon alayhissalom bir muddat ba'zi isroilliklar tomonidan sehr jodu bilan shahar qurganlikda ayblanib, shu yo'l bilan tuhmatlarga duchor bo'ldilar. Shuning uchun ham Sulaymon alayhissalom davrida Allohning izni bilan odamlarga sehr nimaligini ko'rsatish uchun ikkita farishta Horut va Marut yerga tushirilgan. Shunday qilib, Sulaymon alayhissalomning mo'jizalari bilan sehr o'rtasidagi farq odamlarga tushunarli bo'lar edi. Horut va Marut sinov munosabati bilan dunyoga yuborildi. Ey odamlar, sehr qilmang, agar qilsangiz jazosi jahannam deyishdi, ogohlantirishdi va sehr qilishni o'rgatishdi. Islom manbalariga ko'ra 500 yil umr ko'rgan deb hisoblangan Sulaymon alayhissalom ham xuddi otasi Davud alayhissalom kabi nafaqat shamollarni boshqara olgan, balki hayvonlar tilini ham tushuna olardi. Bundan tashqari hayvonlar bilan gaplashish qobiliyati ham bor edi. Hasharotlardan otlargacha, ilonlardan uchuvchi qushlargacha hayvonlar bilan muloqot qilish qudratiga ega bo'lgan Sulaymon alayhissalom uning jinlar qo'shini bo'lgani kabi hayvonlardan iborat qo'shini ham bor edi. Qur'onda xabar berilganidek, jin, inson va qushlardan iborat qo'shinini to'plagan. Sulaymon alayhissalom o'z qo'shini bilan olg'a siljish chog'ida Chumolilar vodiysiga yaqinlashganda chumollardan birining ovozini tingladi. Chumoli qichqirardi: "Ey chumollar, uyalaringga kiringlar. Sulaymon va uning lashkarlari sizni sezmasdan ezmasin. Sulaymon payg'ambarning saltanati juda buyuk. Ular sizni oyoq osti qiladilar. Darhol uyingizga chekining." Bu so'zlarni eshitgan Sulaymon alayhissalom chumoliga shunday javob berdilar: "Yo'q, mening shohligim ham vaqtinchalik, dunyoviy hayotim ham cheklangan. Kalimai tahvid, u olib keladigan xotirjamlik abadiydir." Sulaymon alayhissalom lashkarlari bilan Makka tomon safarda edilar. U uchrashgan yoqimli vodiyda namoz o'qishni xohladilar. Shunda qushlar armiyasiga nimadir yetishmayotganini angladilar. Orasida hudhud qushi ko'rinmadi. Bu holat Sulaymon alayhissalomning hayotiga yo'l ko'rsatadigan yangi voqealarning boshlanishi edi. Hudhud qushi Sulaymon alayhissalomning maxsus qushi edi. Kerak bo'lsa uchib ketar. Yaqinlashib kelayotgan qo'shinlardan xabar olib, Sulaymon alayhissalomga gapirib, unga ma'lumot yetkazardi. Hudhud qushining yana bir vazifasi suv topish edi. Sulaymon alayhissalom tahorat olmoqchi bo'lganlarida sirli qush qayerda suv borligini bilib xabar berardi. Lekin nima bo'lgan bo'lsa ham, o'sha paytda Sulaymon alayhissalom qayerga qaramasin, qushni ko'ra olmasdi. Chunki qush bir muddat oldin duch kelgan boshqa begona hudhud qushlari bilan aralashib va ketib qolgandi. Boshqa qushlar uni boshqa yurtlarga olib ketishadi.
Hudhud qushi uchib ketayotib, bu yerda ko'rgan narsasidan hayratga tushdi. Balqis ismli hukmdorning saroyi va bog'larini ziyorat qiladi. Va qush tez orada qaytib, Balqis ismli bu ayolning saroyidan xabar olib kelganini aytadi. Hudhud qushi o'zi olgan ma'lumot bilan Sulaymon alayhissalom yaqinidagi vodiyga qaytib keldi va dedi: "Men siz bilmagan bir narsani bilib oldim. Bir xabar olib keldim" dedi va gapira boshladi. "Men Sabo yurtini boshqaradigan ayolni uchratdim. Unga hamma narsa berilgan va buyuk taxtga ega ekan. Lekin hamma narsaga ega bo'lgan bu ayol va uning qavmi Allohni qo'yib quyoshga sajda qilardi. Shayton ularning qilayotgan ishlarini go'zal qilmoqda. Shuning uchun ular hali beri hidoyat topa olmaydilar." Hudhud qushining aytganlari Sulaymon alayhissalomning diqqatini tortdi. "Rost aytdingmi yoki yolg'onchilardanmisan? Ko'ramiz" dedilar. Keyin Alloh nomi bilan boshlangan maktub yozdilar va unga o'zining mashhur muhrini bosdi va Hudhud qushiga berdi. "Bu xatni Balqisga olib borgin" dedilar. Xatni olgan Hudhud qushi shu zahoti Sabo yurtidagi saroyga uchib, Balqis taxtini ko'rdi. Bir burchakka chekinib, uning ortidan kela boshladi. Ertalab uyg'ongan Balqis taxtdagi maktubni ko'rib hayron bo'ldi. Bu xat qanday qilib ichkariga kirdi? Barcha eshiklar yopiq edi. U soqchilardan xat haqida so'radi. Hech kim bilmas edi. Lekin qo'riqchilar tun bo'yi eshik oldida kutishgandi. Xatni hayron bo'lib ochgan Balqis maktubda yozilganlarni darhol yonidagilarga aytib berdi. "Janoblar, menga juda muhim maktub keldi. Maktub Sulaymondan. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlanadi. Bilib qo'ygan yaxshi, islom dini Odam alayhissalomdan boshlab barcha payg'ambarlarga yuborilgan haq dinning umumiy nomidir." Balqis maktubni o'qishda davom etdi. "Menga qarshi bo'lmang, taslim bo'ling va mening oldimga keling." Sulaymon alayhissalom ibodatni faqat Allohga qilish kerakligini yetkazdilar va Balqisni islomga da'vat etdilar. Balqis juda boy edi. Shuning uchun u Sulaymon alayhissalomga turli sovg'alar yuborishni rejalashtirdi. Sovg'alarni ko'rgan Sulaymon alayhissalom ularni qaytarib yuborib, "Alloh menga berganini siz bera olmaysiz. Allohimning ne'mati undan yaxshiroqdir" dedilar. Qarshilik qila olmasligini anglab, Sabo malikasi Balqis Sulaymon alayhissalomning taklifini qabul qildi va odamlari bilan yo'lga chiqdi. Balqis Sulaymon alayhissalomga xabar yuborib, "Huzuringizga kelyapman, diningizni ko'rmoqchiman" dedi. Yo'lga chiqishidan oldin Balqis o'zining mashhur taxtini saroyning eng xavfsiz joyiga yashirgan edi. Ammo Sulaymon alayhissalom Balqisning bu taxt haqida bilar edilar. U odamlariga o'girilib so'radilar: "Balqis bu yerga yetib kelguncha qaysi biringiz o'sha taxtni bu yerga olib kela olasiz? Jinlardan bo'lgan ifrit o'rningizdan ko'tarilmasingizdan oldin uni sizga olib kela olaman. Haqiqatdan ham bunga qodirman" dedi. Undan keyin Allohning quli bo'lgan bir kishi Allohning izni bilan ko'zingizni yumib ochguningizcha taxtni olib kelaman dedi va ko'z ochib yumguncha Balqisning mashhur taxtini olib keldi. Keyin odamlariga buyruq berdilar: "Taxtga bir oz o'zgartirish kiriting. Balqis uni ko'rganda tanamasligi kerak" dedilar. Balqis Sulaymon alayhissalomning saroyiga yetib borgach, saroyning eshigida suv borligini ko'rib, kirayotganida ho'l bo'lmasligi uchun etagini yuqoriga ko'tardi. Sulaymon alayhissalom javob berdilar: "Etagingni ko'tarishni hojati yo'q. Bu billurdan yasalgan shaffof pol. Ustida bemalol yurishing mumkin." Balqis Sulaymon alayhissalom saltanatining ulug'vorligidan hayratda qoldi. Saroyga kirganida ne ko'z bilan ko'rsinki, xuddi o'zinikidek muhtasham bir taxt. Keyin taxt allaqachon o'ziga tegishli ekanligini bilgach, qanday qilib bu yerga kelganiga juda hayron bo'lib, "Parvardigorim, men o'zimga haqiqatdan ham zulm qildim.
Olamlarning Robbi Allohga taslim bo'ldim. Tez orada Sulaymon alayhissalom va Sabo malikasi Balqis turmush qurishdi. Sulaymon alayhissalom mo'jizalarga to'la ajoyib hayot kechirgan. U ham shoh, ham payg'ambar edi. U umrining oxiriga kelib, uni hammani hayratga soladigan o'lim kutardi. Sulaymon alayhissalom bir kuni o'z saroyidagi xonasida o'tirgan edilar. Eshiklarni yopib, yolg'iz o'zi sukunat saqlardilar. U bilan birga xonada bir yigit borligini bilib qoldi. "Sen kimsan?" dedi. Haligi yigit, "Ey Allohning payg'ambari, sizga Allohning salomi bo'lsin" dedilar. Sulaymon alayhissalom, "Bu yerga qanday keldingiz?" "Men o'sha yigitmanki, darvozabonlar menga to'sqinlik qila olmaydilar. Men kirgan saroylar sukut saqlaydi. Men tashrif buyurgan tanalar qora tuproqda nafas oladi." Bularni eshitgan Sulaymon alayhissalom uni o'lim farishtasi Azroil alayhissalom ekanligini angladi. Sulaymon alayhissalom asosiga suyanib, Azroil alayhissalom bilan gaplashayotgan edilar. O'sha paytda joni olingan payg'ambar asosiga suyanib, jonini topshirgan holda tik turardilar. Kunlar o'tdi, oylar o'tdi. Sulaymon alayhissalomning turishini ko'rgan odamlar uni bezovta qilmasdan xonadan chiqib ketishardi. Nima bo'lganini hech kim tushunmasdi. Hatto jinlar ham Hazrati Sulaymon alayhissalomni tirik deb o'ylardi. Shunday qilib, ular o'zlariga un bergan, xo'rlovchi deb hisoblangan azobli og'ir ishlarni qilishda davom etishdi. Birozdan so'ng daraxt qurti Sulaymon alayhissalomning asosini kemira boshladi. Kunlar o'tib, aso chirigan va nihoyat singanida Sulaymon alayhissalom turgan joyiga yiqilib tushdilar. O'sha voqeadan keyin Sulaymon alayhissalom vafot etgani ma'lum bo'ldi. Qur'ondagi bu holat haqidagi oyat bizga jinlar ham g'aybni bilmasligiga ishora sifatida namoyon bo'ladi. Uning o'lganini oddiy bir daraxt qurti asosini yeyishi bilan ko'rsatdi. Agar jinlar bu o'lim haqida bilsalar edi, ular bu xo'rlovchi azobda qolmasligi aniq bo'lardi. Sulaymon alayhissalom vafoti bilan uning barmog'idagi uzuk Qodir Alloh tomonidan yashirilib g'oyib bo'ldi. Hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab ko'p odamlar ushbu yo'qolgan uzukni qidirmoqdalar. Sulaymon alayhissalomning sirlarga to'la 100 ta sirlari bor. Bu haqida sizlar bilan tez orada ko'rishishga umid qilaman.